Dadamның команданы yenimga kelib, sening bu guruhning bir partisi bo'lishingni umid qilaman. Sen ayollarni islomning turmushiga singib kirishdan yiroqlashtirgan. Ular feminist holda erkin yashash kerak dedi. Kashları bir turkum kishilar bilan yig'latdik. Ularning ko'pinchisi Yahudilar edi. Ular menga Qur'on va hadisdan qanday foydalanishim kerakligini o'rgatdi. Kalima shahodatni aytgan vaqtimda ilgari his qilib baxmagan bir tuyg'uni his qildim. Ashhadu la ilaha illalloh degan vaqtimda xuddi hayotimda tunji qatim nafas elayotgandek his qildim. Vazifang mushiyagacha bo'lsin. Biletini ilyaptim. Atil Germaniyaga uchadigan tunji qatimlik aeroplanda qaytib kel. Eğer bu biletni elip qaytib kelmasang, mening senda qizim yo'q. Qizim men uchun o'lgan bo'ladi. Assalamu alaikum, Sister Sharifa Carlo Al-Andalusia. Welcome to our interview. Thanks for accepting our invitation. I want to start with, who is Sharifa Carlo Al-Andalusia? Can you tell us briefly about your life? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. So'zimni dadamning Amerika askari ekanligidan tartib boshlay. Kichik vaqtimda dadam bilan birga dunyoni kezib, 12 yilda 13 qatim maktab almashtirdim. Dunyoni aylanishimning har xil madaniyatdagi insonlarni tanishimga foydasi bo'ldi. Islomga bo'lgan tunji safarim oliy maktabga chiqishdan burun boshlangan edi. Men oliy maktabni xalqaro munosabat kasbida o'qigan edim. Musulmon bo'lgandan keyin bu kasbda o'qishdan voz kechdim. 21 yoshimda musulmon bo'lgandan keyin ingliz adabiyoti bilimiga yetkeldim. Ondan keyin yana boshqa bir bilimni o'qidim. Magisterlikda maqolamni stilistika haqida yozib tugatdim. Doktorlik maqolamni sun'iy aql haqida yozdim. Islom haqida izlanib, universitetlarda kishilarni islomga da'vat qilish nishonim bo'lg'ashqa İslami Bilimler Fakültetida bilim aşırıp icazatnam aldım. Bayıq hikayemning hammasi mana mushu. How was your life in regards to faith? What were you believing in? Katolik mazhabiga e'tiqod qilib cho'ng bo'ldim. Dadam janubdan, o'zi baptist. Anam bo'lsa katolik mazhabiga e'tiqod qiladigan xristian edi. Dadam anam bilan to'y qilish uchun bolalarni katolik qilib tarbiyalanishga qo'shilgan ekan. Men shunga katolik bo'lib tarbiyalangan ekanman. Xristianlikdagi har xil mazhablarni tadqiq qildim. Hazreti İsa'nın Tanrı ve Tanrı'nın oğul ekanligiga, onu qabul qilmasak, onuga e'tiqod qilmasak, jahannamga kirdiganligimizga ishonatdim. Yig'ib aytganda, men xili obdali taqvodor bir xristian edim. Oila bo'yicha hammamiz dinimizga mahkam esiladigan kishilar edik. Allohning borligi menga doim o'rinliq bilinadi. Bağın seri özümden sual so'rashga boshladim. Hatto katolik bir xristian rohibining yeniga berib, onundan 3 iloh haqida sual so'ragan edim. Chunki 3 iloh e'tiqodi bak g'alati bo'lg'ashqa aqldan o'tkazmak tas edi. Men davomli mantiqqa bakra eslab oladigan bir bo'lg'ashqa rohibning 3 iloh haqida bergan javobiga qoyil bo'lmagan edim. 3 iloh e'tiqodini tushunib qabul qilishda qiynaldim. Ammo yaxshi yeri Allohning borligiga rostli ishonatdim. Atrofimdagi hammaylar va har bir narsa Isa alayhisalomning Tangri va Tangrining o'g'li ekanligini isbotlab turadi. How did you decide to take a dangerous path of studying religious sciences in order to denigrate Islam? Albatta bu haqda shubhalanishga paytonolmaydim. Men bu qarorni qilganda bu yo'lning xatarli ekanligini o'ylamagan edim. To'liq o'tirda o'qiyotganimda dadamning qo'mondoni yenimga kelib, "Menga qara qizim, sening oilangni, sening ahvolingni yaxshi bilaman. Sening kishilar bilan munozirlashib, ularni qoyil qilishda haqiqatan qobiliyating bor. Sening o'qish natijalaring yaxshi. Yana kelib, sen taqvodor bir xristian. Seni bizning guruhning a'zosi bo'lishga taklif qilaman. Ayollarni islomdan yiroqlashtirgin. Ular erkin holda feminist bo'lib yashash kerak" dedi. Islomning qanday din ekanligini bilmaydim. Mening kallamdagi islomdagi ayollar haqiqatan ichinarliq bechora edi. Bundan burun islom haqida faqat izlanib baxmaganligim uchun islomdan xabarsiz edim. Maktabdagi din darslarimizda, to'liq o'tir maktabdagi darslik kitoblarimizda Hazrati Muhammad alayhisalomning elishib qolganligi, mast holat yuradiganligi, ya'ni yig'ibla aytsam, yolg'on yovdaq hikoyalar bilan intayin qo'rqinchli holatda yozilgan edi. Şoň to'g'ri bo'lgan islom haqida hech narsa bilmaydim. Shu sababdan musulmon ayollarni jamiyatning orqida haqiqiy hayotning nimaligini bilmaydi deb o'ylaydim. Bu xizmatning meni o'ziga tatgan tarafi bo'lsa, ularni echinishlik, bechor holatidan qutuldirish fursatiga ega bo'lganligim edi. Xristianlar musulmonlarni islomdan yiroqlashtirishning naqadar qiyin ekanligini bilishadi.
Ammo ularni ataqda musulmon holatga keltirib, islomdan yiroqlashtirish oson deb o'ylaydi. Bir qitim bir generalning qizi bilan qilgan parangimiz hali ham esimda. Taxminan 1970-yillari edi. İranlıqlar Amerika konsulini Qorshavga elib, ishdagi xizmatchilarni görövga elib olgan edi. Men o qizdan "Nimishqa dadalarimiz u yerga berib, hammasini yo'q qilib atmaydi" deb so'ragan edim. U menga men o'xshash savolni oqshom dadamdan so'radim. U menga insonlarning o'limdan, qirilib ketishdan qo'rqqani yaxshi, bo'lmasa ularni besiqtirmoq tas. Şoňa Amerika ularni kontrol qila oladi. Ammo kishilar islomni yashashga boshlasa, ular o'limdan qo'rqmaydi. O çağda ularni kontrol qilish mumkin emas, deb javob berdi degan edi. Men o generalning bu so'zlarini musulmon bo'lgandan keyin texmi cho'nqur tushungandek bo'ldim. What types of dangerous situations did you encounter during your participation in this organization and how did you deal with them? Aytqanimdek, hech qanday qiyinchilikqa duch kelmadim. Hatto vazifamni ijro qilishga ulgurmadim. Oliy maktabning 3-yilligida o'qiyotgan vaqtlarimda Akşamlar İslam hakkında bir narsalarni öğrenettim. Gündüzleri xalqarалық munosabat bölümündeki derslerimni o'qiydim. Akşamları bir top Yahudi ve Hristiyanlar yig'latdik. Ular menga Qur'on, hadisni musulmonlarga burmalangan holda yetkazish haqida dars berdi. Masalan, Qur'onda yig'liqinglar bilan ko'hrikinglarni yuganglar degan oyatni mana Qur'onda beshinglarni emas, ko'hrikinglarni yuganglar debdi. Agar sizlar ko'krak qisminglarga bir tal sharpa ortib olsanglar, Qur'onning buyrug'iga qarshi chiqmagan bo'lasizlar. Deyish orqali Qur'ondan dalil keltirib turib, ayollarni islomdan yiroqlashtirishni o'rgatdi. Islom haqida jiq narsa bilmaydigan, ayollarning beshini yugashning farzligini bilmaydigan, yog'liq ortishni faqat musulmonlarning simvoli deb qaraydiganlarni so'zimizga qoyil qilish oson edi. Ular menga shuningga o'xshagan ishlarni qanday qilishni o'rgatdi. Men bu vazifani ado qilish uchun Qur'onni o'qib, hadislardan xabar topmasam bo'lmaydi. Ammo men Qur'onni o'qiyotib, uningga oshiq bo'ldim. Oliy maktabni tugatmadim. Chunki 3-yillikda o'qiyotgan vaqtimda musulmon bo'ldim. Meni bu xizmatga taklif qilgan odamni va men bilan xizmat qiladigan o'qituvchilarni faqat menla bilardim. Mendan boshqalar bilmaydi. Mening biladiganim faqat ularning butun chiqimlarimni hal qilishi va o'qishim bitgandan keyin Amerika elchixonasida ishlashim edi. Bu ishlar uchun 7 yilim ketdi. What's the organization's biggest goal in teaching their members the Quran and Hadith to the point where they can manipulate the Quran and Hadith and change the minds of the Islamic community? Ularning asosli maqsadi kuch-qudratga ega bo'lish, musulmonlarni o'zining kontrolligiga elishdan iborat. Yana kelib men feminizm uchun nimishq ayollarni maqsad qilganligimni so'ragan vaqtimda ular menga bir erni yo'q qilsang, faqat birla erni yo'q qilgan bo'lasan. Agar bir ayolni yo'q qilsang, undan keyin keladigan narsalarni yo'q qilgan bo'lasan. Ondan ular islomga sus qarashga boshlaydi. Ma'naviyat jihatda ojizlashib, oxirat hayotidan bakrak dunyo hayotiga beriladi. Bundaq insonlarni kontrol qilish oson bo'ladi. Ularga nima qildirg'imiz kelsa, shuni qildira olamiz. Bundaq kishilarning jannatga yoki jahannamga kirishi xiyoliga kiribmi chiqmaydi deb javob bergan edi. Ularning birli maqsadi bor edi. Ya'ni qanday qilsak musulmonlarni kontrol qila olamiz. Qanday qilib ularni dindan yiroqlashtira olamiz? Qanday qilsak biz xohlaganimizni qila olamiz deganlar edi. Balkim sizmi bilishingiz mumkin, cho'nglarning bir gapi bor. İnsanlarni kontrol qilishning eng yaxshi chorasi jinsiy havasni qo'zg'atish, zaharlik, chekimlik va muzika deydigan. Mana mushu ishlar orqali insonlarni o'zingizga bo'ysundira olasiz, xohlaganingizni qildira olasiz. Siz kontrol qilinib bo'lgandan keyin hokimiyat peshidagilarning sizga nima ishlarni qildirganligini va qildirayotganligini farq etib bo'lmaysiz. Chunki bu ishlar sizning xiyolingizga kirib chiqmaydi. Mundaq chiqib aytganda, siz allaburun uy, mashinaga, go'zallikka, hozir jamiyatda avj olayotgan ijtimoiy taratqulardagi to'r cho'lpini bo'lish, yurak to'plash degandek ishlarga markazlash bo'ldingiz desakmi bo'ladi. So what changed in you? Can you tell us about the first changes in your heart, warmth towards Islam? Tunji qitim Qur'on o'qigan vaqtimda qalbimda bir xil o'zgarish bo'lgan edi. Oyatlarni o'qib, uning haqiqatan mantiqiga uyg'un ekanligini his qilgan edim. Ya'ni faqat birli iloh bor. Uning balasi yo'q. Uning kuchi hammaga yetadi, hammaga qodir. Bu iloh sizning ehtiyojingiz borligi har bir narsani sizga taqilib bergan. Bu iloh siz iloh deb e'tiqod qilsangiz arziydigan haqiqiy ilohlik sifatiga ega bo'lgan mukammal bir iloh. 3 iloh haqida savol so'rsam, hech kim savolimga qanoatlangandek javob beramagan edi. Ammo Qur'on menga haqiqatan aqlga uyg'undek bilingan edi.
Мен Qur'onni o'rganishga boshlagan vaqtimda uning intayin mantiqli ekanligini his qildim da xristianligimni texmo kuchlantirmasam bo'lmaydi ekan deb xristianlikqa munosabatli darslarga qatnashish qaroriga keldim. Shuning bilan Harvard universitetini bitirgan 3 ilohlik haqida danqi bor. 80 yoshlik bir professorning darsiga qatnashdim. U menga qadimgi va yangi ahdning asl nusxasidan dars berdi. Biz darsni Yunoncha, İbranice, Aramice ve Latince tillarda öğrendik. Ders başlaştan burun o'qituvchi menga Padişah jamasiga tava İncil nusxasini axlatchilikka tashvat degan edi. Buni anglab hayronlikdan og'zimni ochib turib qolgan edim. U menga Hazrati İsa inglizcha gap qilmaydi dedi-da, bizga o'tmishi haqida so'zlab berdi. Bu o'qituvchi o'zini İsa alayhisalomni iloh emas, Allohning o'g'li deb qabul qildigan bir mazhabga tava ekanligini aytdi. Shuning bilan birga uning Allohning birligiga va Hazrat İsa'ning payg'ambar ekanligiga ishonganligi o'ttirg'a chiqdi. Subhanallah. O texchi xristiyan bo'lsa-mu, ammo nurg'un materiallarni ko'rish orqali Injilning o'zgarganligini bilib qolgan edi. Biz qadimgi materiallarni tadqiq qilish jarayonida o'zgartirilgan, qisqartirilgan yerlarni ko'rgan seri nimishqa bundaq bo'ldi, kim qildi, nimishqa qildi degan savollar aqlimga kelgan seri xristianligim kuchlanish u yoqda tursin, xristianlikqa bo'lgan e'tiqodimni butunlay yo'qotdim. Qur'on va hadislarni o'rganishni davomlashtirdim. Bu vaqt maktabdagi tunji yilim edi. 2-3 yili dunyodagi butun dinlarni tadqiq qilish bilan o'tkazdim. Nimishqa desangiz, men texcha bosh elchiga o'xshash yuqori imtiyozga ega bo'lish orzuyimdan voz kechmagan edim. Amaliyotdami shu xizmatga mos kelatdim. Lekin u yerda yolg'iz xizmat qilishimga to'g'ri keladi. Dadamning chapinda sinib emas, balki o'z oldimga ro'naq tepib, boyashat yashashni xohlaydim. Shuning uchun bu orzuyimdan voz kechgim kelmagan edi. Agar musulmon bo'lsam, bu orzuyimdan voz kechishimga to'g'ri keladi. Shunga butun dinlar haqida izlandim. Oxirida boshqa chiqish yo'lining yo'qligini his qilib yetdim va haq dinning islom dini ekanligiga qoyil bo'ldim. Buddizm, Hinduizmga kelsak, ular meningcha din emas, falsafa xolos. Chunki hammasining yildizi bir. Bu yerdagi masala shuki, mening millionlagan tangrining borligiga ishongim kelmaydi. İsa'ning tangri ekanligiga o'xshashli ishonmaydim. Agar men o'z-o'zimga agar bularni qabul qilsam, Hazrati İsa'ni qabul qilmasam bo'lmaydi dedim. Ammo ularning hech qaysisi menga mantiqliq bilinmaydi. Men tangrini izlayotdim. Tangri kim? U bizdan nimalarni talab qiladi? Agar xristianlikdan boshqa bir dinga o'tishni xohlasam, u menga xristianlikdan ko'proq narsani ato qiladigan din bo'lishi, uningdan tovan din bo'lmasligi kerak edi. Men biriga islomni o'rgatsam, faqat Alloh mundaq deydi, payg'ambar mundaq deydi demaslikka bak diqqat qilaman. Ya'ni Alloh va Rasululloh mundaq deydi va buni sahobalar mundaq qilgan. 100 yillar mobaynida olimlar bu shaklda qilib ketdikan. Shuningdek fiziklik tarafiga qaraydigan bo'lsak, u yerdami uning qanday tatbiqlanganligini ko'ra olamiz. Masalan, dalillarga qarash orqali tafakkur qila olamiz degandek savol-javoblar bilan o'ylantirib, tafakkurga boshlab turib anglataman. Bundaq anlatilganda bu tema insonlarga tushunishlik kelgandan sirt qalbiga ta'sir qila oladi. After studying other religions for many years, you tried very hard not to enter Islam. So what changed your mind and made you enter Islam in the end? Aniq asliyamadim. Taxminan islomga kirishdan bir hafta burungi deyman. To'g'ri yo'lni tepishdan, ya'ni islomga kirishdan bir hafta burun qo'rqib, qechib ketayotgan holatda bir tush ko'rdim. Keynimda qo'rqinchli bir narsa bor edi. U narsani ko'ramadim. Lekin ovozni anglagan edim. Uning keynimdan kelayotganligini, meni yo'qotish niyatining borligini sezib turardim. Targa cho'mib ketgan holda uyg'onib ketdim. Ve ey Tanrım, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam ve başka dinler bilen karım yok. Mening haqiqatni bilgim ba, senin kim ekanligingni bilgim ba deb Allohga iltijo qildim. Bu tushni ko'rishdan burun tirishib o'rganish qilyotdim. Bundaq tirishishim albatta musulmon bo'lish uchun emas edi. Chunki men Qur'onni yaxshi ko'rgan bilan islomga kirishni xohlamaydim. Chunki islom mening butun orzularimni ko'pikka aylantirib yetdi. Bu tushni ko'rgandan keyin mening niyat maqsadim butunlay o'zgardi. Bu tushni ko'rib bir hafta o'tgandan keyin oliy maktabdagi bir o'quvchi menga telefon qildi. Uning telefon nomerimni qanday topganligini bir Alloh biladi. U burun musulmon bo'lganlardan islom haqida so'raydigan savolim borligini bilib menga telefon qilgan ekan. U menga Amerika Birlashgan Davlatlar atrofida bir to'p jamoat kishilar bor. Ularga sening gapingni qilgan edim. Ular sen bilan
Tanışsak deydi dedi. Ben ular bilan ko'rishni qabul qildim. Maşallah, men ko'rishgan o adamning ismi Nimatullah bo'lib, 80 yoshlar chamisi dedi. Chas saqallar butunlay oqirib ketgan. Bir talmo qarmoyi yo'q. Qarmoqi bekli chechan, tetik ko'rinadigan bir bovoy edi. Onundan savol so'rsam, u menga yo'q, buni Injilda o'zgartdi. Bu Injilga keyin qo'shilgan so'zlar. Aslis undaq emas. Mundaq deb radiya bergan edi. O kishi menga professor o'qituvchimga o'xshash gaplarni qilgan edi. Ayni shu chog'da mening kallam ichildi. Haqiqat degan mana shu. O ikkilarning aytganlari menga haqiqatan mantiqliq kelgan edi. Yana ular meni bu nuqtada qoyil qila olgan edi. Agar men Isa alayhisolamning zamonida Yahudi bo'lgan bo'lsam, albatta Isa alayhisolamni qabul qilgan bo'lardim. Man endi gerçi arzularimdan ketish qiyin bo'lsa-mu, Hazrat Muhammad alayhisolamni qabul qilmasam bo'lmaydi. Islomni qabul qilish menga uncha osonga to'xtamadi. Allohning menga rostilla kuch-qudrat ato qilganligiga ishonaman. Chunki men kichik vaqtimda intayin erki bir qiz edim. Biror narsani yoqtirib qolsam, dadamga deb u narsani cho'qim og'izatdim. Shunga bu yo'lni tanlash men uchun osonga to'xtamagan edi. Har qatim ishkilensam, o'z-o'zimga bu haqiqatni qandoqmi inkor qilg'ili bo'lsin deydim. Men islomdagi butun masalani tushunaman deyamayman. Faqat Allohning meni texmi kuchlantirish uchun meni turli qiyinchiliklar bilan sinaganligini bilaman. Allohning biz muhtoj bo'lgan narsalarimizni hamon berdiganligiga butun vujudim bilan ishonaman. So can you take us to the Shahada moments? How did you feel? Bomdod namoz vaqti edi. Yilqi yashangan bovoy menga namoz vaqti kirib qoldi. Biz namoz o'qilaylik dedi. Men tong otqucha bu bovoy bilan munozirlashgan edim. Allah onunğa Firdevs cennetlerden uğrum bersin. O bana namaz okuşumuz gerek. Men seni Müslüman buluşqa teklif qilman dedi. Bu cümle bana intayin ta'sir qilgan edi. Çünkü bu yaşımga kelguncha hech kim meni Müslüman buluşqa undab bakmagan edi. Men islomga kirishni o'ylagan bo'lsam-mu, ammo hech kim meni islomga da'vat qilib bakmagan edi. Şoňlaşqa, menmi hazır Müslüman bolmagan birisi bilan paranglashib qalsam, uni islomga kirishga taklif qilmay turib yenidan ayrilmayman. U ustoz menga bu taklifni berganda qalbimda mening xohlaydiganimmi, ehtiyoj bo'layotganimmi dal mushu deb o'yladim. Alhamdulillah. O kishiga taklifingizni qabul qilaman deb javob berdim. Shahodat keltirgan vaqtimda ilgari his qilib bakmagan bir tuyg'uni his qildim. Ashhadu an la ilaha illallah degan vaqtimda qalbimdan ig'ir bir yuk chiqib ketgandek his qildim. Mundaq chiqib aytganda, xuddi hayotimda tunji qatim nafas elayotgandek his qildim. Qur'onda musulmon bo'lmagan yoki Allohning borligiga ishonmagan kishilar haqidagi oyatlarni o'qib yetib, undaq kishilarning qalbi xuddi tog'ning cho'qqisiga chiqib olgan kishining qalbidek beorom bo'ladi deyilganligini ko'rdim. Rost degandek shahodat keltirgan kunim o'zimni xuddi bulutlarning ustida kezayotgandek erkin his qildim. Oxir o'zimning tavalligimni tepib, haqiqiy kimligimga erishgan edim. Men uyga qaytgandan keyin Germaniyada yashayotgan dadamga telefon qilib, musulmon bo'lganligimni aytdim. U albatta ishonmadi. Va menga "Sen sarang bo'ldingmi? Sen saqmi? Sana nim bo'ldi?" dedi. Men "Dada, bu haqiqat tursa, men qandaqmi inkor qilay?" dedim. "Bo'ldi, vazifang mushiyagacha bo'lsin. At uchadigan tunji qatimliq aeroplandan Germaniyaga qaytib kel" dedi. Dadam deginidek atiga bilet aldı. Dadam bana eğer aşı bilette atil qaytib kelmasang, mening sende qizim yo'q. Sen men uchun o'lgan bo'lasan dedi. Allah bilan qasamki, dadamning bu so'zini faqat Allohning yordami bilan aram qabul qila olgan edim. Bu so'z men uchun odatlik so'z emas edi. Ailemni bekli yaxshi ko'ratdim. Deginimdek faqat va faqat Allohning yordami bilan tik tura olgan edim. Chunki men uncha vola kuchli xarakterdagi qizlardan emas, o'zimning kuchli emasligimni bilaman. Shundaqla Allohga muhtoj bo'lsam, uning meni yolg'iz tashlab qo'ymaydiganligini bilaman. Oilamdagi hammalar normalda dadamning so'zidan chiqmaydi. Shuning bilan men yolg'iz yashashga majbur bo'ldim. Maktabdami haydaldim. Oilam tarafidan tashlab etildim. Alhamdulillahi robbil alamin. Deginimdek intayin erki cho'ng bo'lgan bir qiz edim. Qip-qizil rangli bir apparatim bor edi. Uni setib bir yil uning puli bilan jinimni baqdim.
Çünkü xizmetim yo'q edi. O'qishimni bitiramagan edim. Dadam mendan tanigan edi. Akam, acham, hammalarim hech qaysi men bilan aloqalashmaydi. Subhanallah. Shuncha qiyin kunlarda qolsammu, oilamning mendan taniganligini hech kimga aytmagan edim. Binoning eng ustki qavatida o'tirardim. Pastga faqat ilxat qutisiga qarg'illa tushatdim. Ilxat qutisida pul silingan konvertlarni uchirtatdim. O pullarning qayerdan kelganligini, kimning avatganligini bilmaydim. Ammo musulmon jamoatining bu ayolning pulga ehtiyoji bor deb avatganligini faraz qilaman. Ta bugungi kundami bu pullarning kim tarafidan avatilganligini bilmayman. Alhamdulillahi robbil alamin. O pullar haqiqatan og'ir kunlarimda ehtiyojimni qamdigan edi. Why were you expelled from the university? Musulmon bo'lgan kunim yog'liq artgan edi. O'qituvchim meni ko'ribla, "Sen nima ish qilyapsan?" dedi. Onunğa musulmon bo'lganligini aytsam, u menga hamma narsadan mahrum qolganligingni biladigansan dedi. Shu gapdan keyin meni maktabdan haydashdi. Normal universitetni mushular boshqaradi. Ularning qandaqligini demasam faraz qila olasizlar. Maktabdagi bir uyushmaga oid bo'lganlarning asosligi direktor, rektor, mudir va shuningga o'xshagan kishilar bo'ladi. Fakultetning direktori meni chaqirib, "Sen darslaringga qatnashishni davomlashtiraversang bo'ladi. Ammo oxirida imtihon natijasi yana 0 bo'ladi" dedi. Men nima ish qilishimni bilmay, tang'irqab qoldim. Ammo ularning deganini qilganligini obdan bilatdim. Bu mening oxirgi yilim bo'lg'achqa, tanlanmagan darslarimning hammasi mustaqil o'rganadigan darslar edi. Bu darslarni olmasam, o'qish bitirmaydim. 1 yil asosan maktabga borolmadim. Xizmat tepishdan bekli qiynaldim. Hatto arxiv piratlaydigan ish bo'lsa-mu qilishga urinib baqdim. Ammo ular "Noyatda afsuski, yig'liqchi ekansan. Shun xizmat berolmaymiz" dedi. Ular qandaqdir meni ahmoq qilayotgandek qiladi. Dadam mening tez suratli mashinalarni yaxshi ko'rganligimni biladi. U menga Ferrari markali mashina sotib olib, "Yig'liqingni elvatsang bu mashina sening" dedi. Men uning taklifini rad qildim. Dunyomi yoki Allohmi? Men bu ikkisining zodi qaysisini tanlayman. 1 yilgacha uyimning ijorasini to'lab, chiqimlarimni aram qamdigan edim. Pomidor qiyam aralashtirilgan uygurni shu chaqlarda bak ko'p yegashkimi, hozir bak yoqtirib yeb ketmayman. Chunki u vaqtlarda faqat pomidor qiyami, bir necha turlik tetitqu va uygur chipsi sotib qurbim yetadi. Pulim yo'q edi. Keyin Alloh menga chiqish yo'li taqildi. Subhanallah. Dadam shu chaqlarda Puerto Rico'dagi bir bazining qo'mondoni edi. U menga telefon qilib, askar va federatsiya binolarida xizmat qilayotganlarning hayoti sal tahdid ichida. Puerto Rico'ning mustaqilligini da'vo qilganlar askarlar bilan ularning oilasidagilarga tahdid qilyotdi. 1 soat ichida uyingga qo'g'dug'ich yetib boradi dedi. Rast degandek birdamla uyimni qo'g'daydiganga dengiz armiyasini avatdi. Undan keyin bir necha kun uyimda turdim. Keyin dadam meni o'zi turayotgan Janubiy Koreyalardagi uyimizga aeroplan bilan akeldirdi. Shu kundan boshlab dadam meni qaytadan bag'riga bosdi. Dadamni ayblamayman. O meni bakli yaxshi ko'radi. Chunki men uning qizi. Dadam meni o'zi xato deb qargan bir yo'ldan qutuldirish uchun qizim bak erka. Uningga pul berishni to'xtatsam, ega bo'lgan hamma narsadan mahrum qilsam, hamon oldimga keladi deb o'ylab shunday yo'l tutgan. Ammo men qaytib kelmadim. Dadam bu ishni davomlashtirgan bo'lsa, davomlashtira oladi. Qaytib kelishim uchun men boshqa usullarni qo'llansa bo'ladi. Ammo dadam unday qilishga chidamadi. Xatar ichida qolganligim uchun dadam bütün adavetini unutib meni bag'riga bosdi. Dadam shu vaqtdan boshlab mening hamma ishimga ko'ngil bo'lib keldi. Alhamdulillah. What were you thinking in this whole year? What was going through your mind? How were you feeling? And how could you, deal with this difficult situation? Gaplarimning bak quloqqa yoqmaydiganligini bilaman. Ammo men Allohning bir kishini yaxshi ko'rsa, uni sinaydiganligiga munosabatli hadislarni ko'p o'qigan edim. Alloh qalbimizda o'zidan boshqasini ustun ko'rishimizni xohlamaydi. Mayli mol dunyo yoki oilangiz va yoki vataningiz bo'lsin, Allohdan ustun ko'rishingizni xohlamaydi. Men buni his qilganligim uchun sabr qildim. Alloh meni sinayotdi. Onun haqiqiy ishinamdim yo'qmi? To'g'ri yo'lni tanlamdim yoki xato yo'lnimi? Alloh dal mushuni ko'rishni xohlaydi. Agar men to'g'ri yo'lni tanlasam, u meni yaxshi ko'rdi dedim. Va Allohning meni yaxshi ko'rishini orzu qildim. What was the reaction of the organization when you converted to Islam? Did they try to harm you so that you would not spread their secret? How did it go for you?
Qandaq musulmon bo'lganligimni musulmon bo'lib 10-12 yilgacha hech kimga tinmadim. Keyin bir mendan qandaq musulmon bo'lganligimni so'raganda bergan javobimni anglab hayron qolgan edi. Keyin ular menga sen buni xotir qoldirishing, internetlarda tarqitishing kerak deyishdi. Men ularning degandek musulmon bo'lish hikoyamni yozib chiqdim. U vaqtda kishilar menga ajoyib bir ish bo'pti. Mushundaqroq bir gaplarni anglagandik, ammo rost yolg'onlikni bilmaydik deyishdi. Uningdan burun hech kimga qandaq musulmon bo'lganligimni aytmagan edim. Meni bu yerga taklif qilganligingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Odamni aylantiradigan intayin yaxshi savollarni so'radingiz. Bu yerga kelib sizlar bilan birga bu filmni tayyorlaganligimdan intayin xursandman.